alaykum hammaga. Cobalt mashinasidan benzin olishni o'rgatib o'tamiz. Hozir mana o'rtadan benzin trubkasi kelgan ko'k. Sal orqaroq oling. Salgina ko'k stopper bir chiqarib olamiz plasmas. Ikki chekkaga qayirsak o'zi chiqib keladi. Ikki chekkaga shunday tortsak chiqadi. Hop. Oldiga shlangda pastga bitta bosib, shunday ko'tarsak chiqadi. Chiqdi. Endi baklashkani tiqamiz. Baklashkani tiqmasak ham bo'ladi, shoshmay turing. Endi bu yoqqa bir daqiqaga ochib olamiz kirishkasi. Kirishkasi yopilgan bo'ladi, ochishdan bo'lsa kerak. Bu yerda bitta relay bor. Relayni shunday so'ramiz. Mana bu ariqchasi o'zimizga qarab turgan bo'lishi kerak. Siz baklashkani ushlab turing aka. Tortamiz. Bizga bitta sim kerak bo'ladi, ozgina, sal teparoq. Sim kerak bo'ladi. Yaxshilab ahamiyat qilamiz pastroq. Bu yerda R2 deb qo'yibdi. Ana shu burchakda mana tishi bor. O'shanga sim tiqamiz. Tiqamizda mana bu plyus bo'ladi. O'shanga bitta tegizamiz. Bakalashkani olib berib turing she'rni. Benzin chiqyapti. Bo'ladi, bizga shunchagina benzin kerak bo'ldi. Bu yoqqa qaratib qo'ying mana. Xuddi mana shunaqa skrinshot qilib olingizlar. Osongina benzin olib chiqqan, endi qolmang. Ko'rish uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.